Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtira olasizmi? Va alaykum assalom. Men Rahimova Mashhura Safina akademiyasida ingliz tilidan dars berib kelaman. O'zim xohlab tanlagan soha bo'lgani uchun dars berish jarayoni kimlar uchundir zerikarli hisoblanadi, lekin men uchun faqatgina u adrenalin. Qanday metodikalardan foydalanib darslarni olib borasiz? Hozirgi texnologiya rivojlangan paytda bolalarni e'tiborini jalb eta olish uchun mahoratli darsgina yetarli emas. Ularni e'tiborini jalb qila olishingiz uchun nota, psixolog, aktyor kezi kelganda ular bilan do'stona munosabatda ham bo'lishingiz kerak. Bilasizmi, jiddiy ishni jiddiy tarzda olib borish birozgina zerikarliroq tuyuladi. Shuning uchun doimo pozitiv kayfiyatda turli xil shart musobaqalar bilan dars o'taman va buni natijasini maktabdagi ustozlari va ota-onalari ham sezishmoqda. Necha yillik tajribangiz bor va o'quvchilaringizni yutuqlari haqida gapirib o'tsangiz? Tajribam haqida aytadigan bo'lsam, 10 yillik tajribaga egaman. Safina akademiyasi ochilganidan so'ng shu joyda faoliyat yuritib kelmoqdaman. O'quvchilarim bilan faxrlansam arziydi, chunki ular maktablarida va o'quv markazimizda o'tkazilayotgan har bir tanlovlarda faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Va hozirgi kunda maktabda ta'lim olish bilan birgalikda o'quvchilarga darsliklarini o'rgatishni boshlagan o'quvchilarim ham bor va ular bilan doimo aloqadamiz. Ularni qiziqtirgan savollariga doimo javob berib kelaman. Bilasizmi, mana yoz fasli boshlanmoqda. Yoz faslida o'quvchilarimiz yana ham gavjumlashadi. Ular o'zlashtira olmagan fanlarini, o'zlashtira olmagan darsliklarini kuzatuvchi sifatida yanada qaytarib olishlari mumkin. Fursatdan foydalanib o'quvchilarim multi-level imtihonini aprel va may oylariga topshirishadi va bu yil oliy ta'limga topshiruvchi o'quvchilarim ham bor. Ularni hammasiga omad tilayman. Ilohim o'zlari niyat qilgan ulkan natijalarga erishsin. Biz ham omad tilab qolamiz. Rahmat. Kelajakda qanday rejalaringiz bor ta'lim berish bo'yicha? Bilasizmi, bu soha o'zim tanlagan soha hisoblanadi. Shuning uchun qaysidir o'quv qo'llanma yoki darslik chop etildimi bir qator ko'z yugurtirib chiqaman va o'zim to'plagan tajribalarim orqali o'quvchilar uchun darslik qo'llanma yaratmoqchiman. Sababi men yillar davomida erishgan yutuqlarimga o'quvchilarimni tez fursatda erishishlarini istayman. Chunki hozirgi zamonda ularni faqatgina ingliz tili bilan cheklanib qolishi menimcha unchalik to'g'ri emas. Ularni yanada ko'proq xorijiy tillarni o'rganishlarini istab qolaman. Va buning uchun qo'ldan kelgancha Safina akademiyasi bilan harakatdamiz va hammani Safina akademiyasida kutib qolamiz.